Nega model qizlar mayizli suv ichadi? Har bir modelning go'zalligi ortida qimmat kosmetik mahsulotlar yoki mukammal makiyajlar turganini o'ylaysizmi? Afsuski, bu har doim to'g'ri emas. Modellar va ko'plab go'zallik mutaxassislari oddiy, ammo samarali tabiiy usullardan foydalanishadi. Ularning eng mashhur sirlaridan biri mayizli suv. Mayizda B, C va E vitaminlari mavjud bo'lib, ular terining sog'lom va yorqin ko'rinishini ta'minlaydi. Bu tabiiy davolanishning afzalligi shundaki, uni tezda va juda oson tayyorlash mumkin. Ya'ni hech qanday qimmat muolajalar yoki murakkab jarayonlarga ehtiyoj yo'q. Mayizli suvni tayyorlash uchun bir osh qoshiq mayizni yaxshilab yuvib tozalang. Yuvilgan mayizlarni bir stakan iliq suvga solib qo'ying. E'tibor bering, issiq emas, iliq suv bo'lishi kerak. Ertalab ichish uchun tayyor bo'ladi. Yana bir afzalligi shundaki, uni muntazam ravishda ichish kerak emas. Yaxshi natija uchun oyiga atigi 5-6 kun ichish kifoya.